Nesibesi 280 mi? 90 mi? Sizden gelmiyor. Şey yapın. Hadi aşır. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo shukr kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari barchalaringizga kun xayrli bo'lsin do'stlar. Omonmisizlar, sog'misizlar, musofirda yurgan qadrdonlarim, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Do'stlar, bugun Allohning bergan bir ajoyib kuni 2025-yil 25-mart sanasi seshanba kuni, hafta kunining ikkinchi kun. Xudo xohlasa do'stlar, yana sizlar uchun bir ajoyib yangiligimiz bor. Qo'riqtomda ish faoliyatini boshlagan Akbar qassobdan mana shu ekranda ko'rib turgan buqa xudo xohlasa 26-mart kuni tong sahardan so'yiladi. Alloh nasib etsa shu ekranda ko'rib turgan nasldor buqani xudo xohlasa so'yadilar. Gap yana shu oldingi videolarimda men sizlarga hammasini aytganman. Hafta kunini 5-kun muborak juma kuni 5000 so'm skidka bilan go'sht sotiladi. Boshqa kunlari o'zining narxidan sotiladi xudo xohlasa. Bemalol kelib Akbarbek ukamizning qassobxonasidan ertangi azonda soat 6:30-7 atrofida tong sahardan 26 kuni mana shu ko'rib turgan ekranda buqani go'shtidan xarid qilib olaverasizlar do'stlar. Azizlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videolarimiz yoqsa like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turishni unutmanglar. Izohlarda o'z fikringizni ham yozib qoldirishni unutmanglar. Adresimiz o'sha yana shu Yangilik tuman qo'riqton madaniyat markazi shuni ro'parasida bo'ladi. Shu tarafdan Bahramomi do'konini, ya'ni shu oldingi qassobxonani, uni faqatgina farqi eshiki stenkamiz tarafga qarab ochilganina. Stenkamiz. Do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videoroliklarimizda yana diydorlashguncha omon bo'ling do'stlar.